Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga beadad salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz yurtdoshlar. Bugun qulf sehrini qanday ochishni o'rgatamiz inshaalloh. Qulf sehrini qanday ochish? Katta bitta qulf olamiz. Temir qulf, yangi qulf bo'lishi kerak. Uni oldingizga qo'yasiz va oldingizga suv ham qo'yasiz. Suvga 7 qoshiq tuz, 7 qoshiq olma sirkasidan qo'shasiz. Keyin boyagi qulfingizni qo'lingizga olgan holatda 41 marotaba Fotiha surasini o'qiysiz. Orqasidan Fath surasining 1-oyati Inna fatahna laka fathan mubina. Mana shu oyat karimani 41 marotaba o'qiysiz. Orqasidan Falaq surasini 41 marotaba o'qiysiz. Keyin oxirgi martasida yana 7 marta mana bu surani o'qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma iftah kulla kuhli minas sihri ulu va afsufla ibarakati va quvvati va azomati va shiddati va sabaqi hadil ayatil azimati bi rahmatika ya arhamar rohimin. Va sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Fotiha surasini o'qiyotganda ham har bittasini o'qiyotganda qulfni ochib yopib qulfga dam solib turasiz. Keyin oxirgisi o'qiganim Allohumma iftah kulla kufli minas sihri ulu va afsufli barakati va quvvati va azomati va shiddati va sabaqi hadil ayatil azimati bi rahmatika ya arhamar rohimin sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Mana shu oyat karimani har bir qulfni ochib yopayotganda har bittasini yakunlayotganda qulfni ochib yopib dam solasiz. Keyin qulfni olovga olib borasiz va yopilgan holatida qo'yasiz. Qiziydi. Qizigandan keyin boyagi suvga solasiz, jazz etadi. Ana shunda qulfni ochasiz. O'sha ochayotgan paytingizda ham dam solasiz. Fath surasining 1-oyatini 7 marotaba va yana ochilgan holatida gazga qo'yasiz. Keyin yana o'sha surani boyagi o'qiganimni 7 marotaba o'qiysiz. Shunday qilib 3 marotaba gazga solib, qizdirib, suvga solib jazillatib olasiz. Shu bilan qulfingiz ochiladi inshaalloh taolo. Ikkinchi safar ham qulfni qizdirgani qo'ymasdan oldin Inna fatahna laka fathan mubinani 41 marotaba o'qiysiz. Olib har gal olib solayotganingizda 7 marotaba